Hello mabe, assalomu alaykum. Bormi ekan ya, yo'qmi ekan ya degan versiyasi xudo xolasa rayonda yo'q keldi. Bilasizmi, yo'q narsani maqtayman. Ingliz tilidan 0 birinchi klassda. Qarang. 0 dan formatlayman bolamning kallasini desang, yurtimdan oldirib turibdi damlarni. Hello mabe, bu yerda 6 ochkilarni ko'rib gaplashib chiqdim. O'zim ham tushunmadim to'g'risi. Shuning ilmini bolamning miyasiga joylashtirib ketadi. Nechun? Şu chaqirib turibdi, ishlab turibdi Amanskol o'zining ustunda. Chunki rasxod etibdi. Bu damlalar 70-80 millionga o'zini o'zi kelib turgan yo'q. Faqat birinchilikni istab turibdi Amanskol. Shu tumanimizda qaysi ta'lim sohasidan bo'lsin, qat'iy nazar o'zining o'rnina ega bo'lib, birinchi o'rinda turishni qalab turibdi. Faqat ilmni bolamizga yetirib, ertan kelajagimda o'ylayman, ayda kompyuter o'ynab yotmaydi, unda bu yerda mintib yotmaydi. Bolam har kimdan bir ish so'rab yurmaydi desangizlar, 0 dan miyasini joylashtirasan. 0 birinchi klassga ingliz tilini, ona tilisi bormi, boshqasi bormi? Faqat Amanskol shu narsani yaratib berdi. Faqat sizlar uchun. Yana aytaman, bormagan bunday. Yo'q, bunday. Ana shuning uchun kelaverasizlar. Bemalol 1-sentyabrda. Mana lekin joy unutib, yani 50-60 odam, 70 odam emas. Sanoqli bir 25 odamga joy qolib turibdi. Aytib o'tib keting, shular ham dedim bir manfaatli bo'lsin deb tushib berib ketib qoldim. Hamma sizlar uchun bir plot tushib turibman, boshqa turibman. Balamda yakıp turibman, mana kunda ilmindaman balamning to'g'risi. Yana kursga o'qitib yotibman, yana taqlatib yotibman shu ertan kelajakda qiynalmaslik uchun. Siz ham tavsiya etaman. Kelasizlar ingliz tilidan вообще yangilikning zo'ri Amanskol. Salomat bo'lmay yaxshi kunda ko'rish nasib etsin. Yili birovlardiki bitmadi, u kelib shuni qo'yib yuribdi. Umidvor bo'lma, kelaverasan tayyor narsaga.